bugün bizim Kırgızistan ülkemizin Suzak rayonunda bizden sıylı konuğumuz Özbekistan Respublikası'ndan boks boyunca dünyalık şampiyonu, olimpiyada şampiyonu Muhammed Kadir Abdullayev akemiz kelip turadi. Buna hazır bizden Suzak rayonunun borborunda joylashgan, жаңы açılgan şunda Hijama sentrga kelip doktor Habibullah'ın cemaati menen kelip tanışıp şu yerde özü gördü, öz közümen görüp buna hazır Hijama'nı özü kelip bu şeyde alıp özünün nimesini hazır Muhammed Kadir akemiz özü aytып beredi. Albatta ben 30 yıldan beri boks bilan shug'ullanaman, hali bir marta bunday olmaganman. Mana birinchi marta shu O'zbekiston Suzak shahriga kelib, shu xonakadan shunday jam oldim. Mana hozirda ancha ruhiyat tiklandi. O'ylaymanki, hammani shu yerga tavsiya qilaman. Kelinglar, o'zinglar ko'ringlar. Rahmat aka, Alloh rozi bo'lsin. Akamizga ular bu Misrdan keltirgan bir atirlardan oz bo'lsa ham, kichik bo'lsa ham hadya. Assalomu alaykum, Alloh rozi bo'lsin. Kelib turinglar. Rahmat. Alloh razı olsun.